kompyuter sohasidagi bilimli o'rgangan insonlar mana bizni logistikaga kelib ishlab va bizda ham tarmoqlar kengayapti. Assalomu alaykum Ayman aka. Ortiqali domlani ustozim degan ekansiz. Domla haqida fikrlaringizni aytalasizmi? Alaykum assalom. Ortiqali aka nafaqat ustoz, balki Marhamat tumani yoshlarini, Marhamat tumani ilmli, ziyoli insonlarning ustozi. Bizning ustozimiz bo'lgan tabiiy. Biz yoshligimizda Turon markaziga ko'p qatnaganmiz, ko'p ishlatganmiz. Ularda kompyuterda kerak bo'lsa, yangi kompyuterlar, yangi printerlar, yangi kompyuter texnologiyalari kelganda o'sha Turon o'quv markazida ko'p foydalanganmiz. Turon o'quv markazi dastlab o'zi kompyuter savodxonligi bo'yicha boshlangan. Bu yerdagi Turon o'quv markazini bilmaydigan o'zi marhamatli bo'lmasa kerak. Maktabda o'qituvchisimi, vrachmi, yoshlarmi, yosh kattalar, hokimiyat vakillarini. Endi hozir Turon o'quv markazi zo'r, yaxshi tashabbusga qo'l urib, yaqin yillarda IT bo'yicha moslashib, backend, frontend, keyin AI, sun'iy intellekt deydi, o'shalar bo'yicha o'quv kurslarini tashkil qilib, o'zi Marhamatda yangi maktab yaratyapti. Shu yangi maktab o'sha sohadagi til kurslari va o'sha kompyuter sohasidagi bilimli o'rgangan insonlar mana bizni logistikaga kelib ishlab va bizda ham tarmoqlar kengayapti. Hammani qiziqqanlarni, kompyuterga qiziqqanlarni Turon o'quv markaziga borib, kompyuter savodxonligi, sun'iy intellekt, networking, front-end, back-end, shu kompyuter yangiligi SMM deydi, social media marketing deydi, o'shalarni o'rganib o'qishga taklif qilaman, tavsiya qilaman.